tashabbusi bilan kitobxon yoshlarning yozgi ta'til davrini mazmunli tashkil etish, ularni madaniy, ma'rifiy va sport tadbirlariga faol jalb qilish maqsadida Dolzarb 90 kun loyihasini amalga oshirilmoqda va biz mana shu loyihani amalga oshirish uchun hozir sizlar bilan birgamiz. Xudoyberdi To'xtaboyevning Omonboy bilan Davronboy hikoyasini birgalikda muhokama qilmoqchi edik. Sizlarga bu haqda qisqacha ma'lumot berib o'taman. Xullas, Omonboy bilan Davronboy Shafiyev amatimizdan nima so'rashibdi? O'zlariga kerakli bo'lgan nimani so'rashibdi? Nima so'rash? O'qiyotgan joyida xayoliga keltiradi. Mana o'qiyotganida xayoliga keladi. O'sha jarayonda parchalanib ketdi yoki qo'l oyog'i uzilib ketdi degan narsasini ko'z oldiga keltira olsanglar, bu empatiya deb nomlanadi. Empatiyani rivojlantirish uchun ko'proq mutolaa qilish kerak. Bosqichma-bosqich sizlarga birdaniga katta hikoyalar tavsiya berilmaydi. Asosiy kichkina hikoyalarni o'qishingiz kerak. Shunda empatiyalar rivojlanadi. Kitobga bo'lgan qiziqishiga qanchalik yuqori bo'lsa, sizlarning bilimingizda, dunyoqarashingizda, jamiyatdagi o'rningiz shu qadar yuqori bo'ladi. Biz Axborot kutubxona markazida tashrif buyurganmiz. Hamma biladi, prezidentimizning farmonlari bilan Dolzarb 90 kun tadbiri boshlangan. Nima uchun prezidentimiz shu Dolzarb 90 kun tadbiriga farmon berdilar? Gap shundaki, bizning farzandlarimiz ilm olishdan hech qachon to'xtashmaydi, charchashmaydi. Bunga albatta Axborot kutubxona markazlari, maktablar, tashkilotlar ham o'z hissasini qo'shsin deb maqsadda shu bunaqa tashkil qilingan. Mana hozir biz sizlar bilan kitob targ'ibotlarini o'tamiz. Har xil yoshlikdagi kitobxonlarimiz bor ekan. O'zimizni tumanimizda tug'ilib o'sgan joyimiz haqida ham bilishimiz kerak. Mana hozir agar hikoyada e'tibor berganingiz bo'lsangiz, Shafiyev o'zining yurtiga qaytish uchun harakat qiladi.